do'stim, siz agar rostdan ham o'zingizga ishonsangiz, siz yoqtirmagan kasbda ishlab o'tirishga ne hojat? Nima qilyapsiz hozir? Turingda maqsad sari olg'a qadam bosing. O'sha O'zbek Tayson aytganidek, o'sha sassiq ko'pani ichidan chiqib maqsad sari qadam bosing. O'sha Saturn aytganda 70-75 ta zadni yo'q deydi-ku. Xuddi o'shanday sizda ham zadni bo'lmasin. Faqat oldinga bosing. Bo'lmasa umr o'tib ketadi. Siz ham 60 ga kirasiz. Siz o'ylagan orzudagi, xayoldagi kasbingiz, o'zingiz qiziqqan kasbingiz 60 dan keyin o'sha foydasi yo'q bo'lib qoladi. Qizig'i ham yo'q, foydasi ham yo'q. Qizig'i bo'lganda kuch yo'q. Kuch bo'lganda pul yo'q, pul bo'lganda xohish bo'lmay qoladi. Shuning uchun ukalarimizga, endi maktabni bitirib kelib Rossiyaga kelgan ukalarimizga o'zimga po-bratskiy maslahatim, siz yoshsiz, siz hali kuchga to'lgansiz, siz hali 7 marta xato qilib o'zingizni o'nglab ketadigan darajadasiz. Nimadan qo'rqasiz? O'zingizni qiziqqan kasbingiz sari olg'a qadam bosib harakat qilsangiz bo'lmaydimi? Siz esa albatta o'zingizni kasbingiz sari, o'zingiz yoqtirgan narsa sari intiling. Siz nimani yoqtirasiz? Sizga o'sha yoqtirgan ishingizni qilish uchun oldingizda nima to'siqlar bor? Bu to'siqni yengib o'tsa bo'ladimi, yo'qmi? O'ylang, yaxshilab o'ylang, shoshilmasdan o'ylang. Mani gaplarimni noto'g'ri tushunmang. Hech kim o'z ishidan ketmasin, o'z ishida qolsin. Faqat qiziqqan ishiga, o'zini jon berib ishlaydigan ishiga, yoqtirmagan ishiga emas. O'zini yaxshi ko'rgan, sevgan kasbida ishlash tarafdoriman. O'shaning uchun har qaysi insonning o'zini bir ochilmagan qirrasi bo'ladi. Kimdir nimanidir yaxshi ko'radi, kimdir qaysidir ishni qilishni yaxshi ko'radi. U ishdan u inson zavqlanadi. Charchamaydi, naborot zavqlanib ishlaydi. Aynan o'sha kasbda mutaxassisi bo'lishiga ko'zi yetadi. Aynan o'sha insonning ko'zi yetadi. O'sha kasbda men mutaxassisi bo'laman deb ko'zi yetadi. Shuning uchun mana bu gaplarim kimnidir ko'ngliga qattiq botmasin. Ming bor uzr agar botgan bo'lsa. Bu shunchaki po-bratskiy maslahat. Sizga yoqmaydigan ish bo'lsa, hali ham vaqtingiz bor. O'zingiz yoqtirgan kasbni tanlashga vaqtingiz bor. Buning uchun birinchi qadam til o'rganish. Aynan o'sha o'qimaganingiz, ruschani bilmaganingiz Rossiyaga kelib pand beryapti. Endi mana shu xatoni tuzatish uchun siz tunu kun 11 yil o'qimagan narsani siz 11 kun, 11 oyda o'qib yodlashingiz kerak. Rus tilini suvday bezaksent gapirishni o'rganish kerak. Siz yoqtirgan kasbda qaytaraman. Siz o'zingiz xohlagan, men Rossiyaga borsam qaniydi? Men o'zim duradgorlikni yaxshi ko'raman. Men o'zim temirchilikni, men o'zim masalan mashina ustaligini yaxshi ko'raman, kvartira remontni yaxshi ko'raman degan kasbda ishlab, aynan o'sha sohadagi ustozni topish uchun, o'sha sohada yaxshi ishlab ketish uchun sizga birinchi navbatda til kerak bo'ladi. Ha, o'sha maktabda darsdan qochgan, maktabda yoqtirmaydigan rus tili kerak bo'ladi. Qayerga borsangiz boring, rus tili kerak bo'ladi. To'g'ri, 100% emas, 50% bo'lsa ham, 30% bo'lsa ham siz o'z kasbingizni egallashingiz uchun, o'zingiz yoqtirgan ishda ishlash uchun sizga til kerak bo'ladi. Hali ham kech emas. Endi 19 yoshdasan, ukajon. 19 yoshdasan. Seni kallang hozir iladi. Biz mana 45 ga kirdik, bizniki o'sha uncha bitta ikkitada ilmaydi bizniki. Lekin saniki hozir bitta gapni ilib qoladi. Shu TikTokni yig'ishtirganda, shu Instagram boyagi begalay, segalay, boshqa bola battar yig'ishtirib, o'z karyerang uchun bitta harakat qilib ko'rchi. 6 oy tinmasdan slovar yodla qani. Rus tilida detektiv asarlar o'qib ko'r qani. Nima bo'lar ekan? Qani meni ham bir aytganimni qilib ko'r qani. 90% hayotingda o'zgarish bo'lmasa, mana meni aytdi deb o'rasan. Bo'lmasa, manalikda yuraverasan.
o'zing yoqtirmaydigan, yoshligingda orzu qilgan kasbingni arzimagan bir rus tilini o'rganishni deb voz kechib yuborsam, shunchaki umr ketib qoladi. Shuning uchun ukalarimizga bu gaplarim qattiq tegmasin. Men hamma Rossiyada yurgan musofir ukalarimizni hurmat qilaman. Bu faqatgina yoshlarga tegishli, ayrim ukalarimizga tegishli. Maktabni bitirib kelib, oliy ma'lumotlardan zo'r gapiradigan, bez aksent gapiradigan ukalarimiz oz deysizmi? Juda ham ko'p. Akademik litseylarni bitirib, turk litseylarini bitirib, kerak bo'lsa shunday institutga topshirsa bittada kirib ketadigan ukalar Rossiyada yuribdi ko'pchilik. Nima ular rus tilini bilmaydi? Biladi juda ham yaxshi. Shuning uchun bu ayrim ukalarimizga tegishli. Hammaga ham emas. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Men kutaman do'stlar. Salomat bo'linglar.